Adam kirasın desek peki şu gidip. Adam yok. Bayağı kirgan qarindoshlar bo'lsa, tegi ovoz bo'lsa, ovoz bor deb aytinglar. Tegidi. Kirgan qarindoshlar bo'lsa, mening tegiga ovoz bor deb aytinglar, ovoz bor yo'qligini ber. Nima qilayman? Unadekim so'zlay. Kirganlarning ichida bir ovoz yoki bor yo'qligini bezatgan bo'lsanglar. Kirgan qarindoshlar juda qopdi. Kirgan qarindoshlar meni ovoz chiqyaptimi, chiqmayaptimi, mening bir ovoz bor yo'q deb bezatinglar deb qaqira qarab o'tirar ekansizlar. Köl tekin Uyg'ur. Rahmat. Assalomu alaykum. Muhajiratga aziz qarindoshlar, hammalarning kechki vaqt xayrli bo'lsin. Men demasam, men Tunislar, mening ismim Tug'luq Hamid, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Men yaxshi bir ishlar to'g'riliq chiqdim. Birinchisi meningki Shvetsiyadagi alaykum assalom. Assalomu alaykum. Bakram Tursun bilan bo'lgan o'tirimizda bir buningki shu Xitoyga borgandan boshlab 2017dan boshlab bizning uyga va bir qancha qarindoshlarimizning uylariga bo'lgan Xitoy bexatarlik idorasininki nimalari tahdidlari undan keyin buning bilan kelgandan 2017dan buyon izchil ajdal bo'ldi, o'zinglar ko'rdinglar. Bu o'tganda men masjidga bordim, Shvetsiya bexatarlik idorasining oldida saqladim, Solna saqchining oldida qildim, Ko'chmanlar idorasining oldida taklif qildim. O'chi degandek tuk yo'q paralan qildik qarindoshlar. Qarindoshlar ma'nosi esinglar bo'lsin. Birinchidan sizning saqchida qanday deloringiz bo'lsa, saqchi hargiz boshqa birisiga demaydi. Bu bir. İkincisi, men uning bilan Ko'chmanlar idorasiga kirib, men burumda tapnas topshirgan u bu desammi, men bilan uning qo'ng'iga tep chiqarib yetdim. Chunki u arxiv bo'limida saqlanadigan narsa uni faqat bexatarlik idorasininki va yoki shu panolik tilaganga ishlarga doir ashning keyindan sesqichilik chiqsa, hukumat tashrif chiqadi. Uning bilan men bag'on qilam, u qilmaydi. U bu narsalarni nihoyat obdan biladi, uning yo'l ko'rsatadigan odam bor. Shuning uchun bu narsalar kelgan chaqda Anamdikin Shvetsiyada bir adam bilan bordim, işte saqchini tutdim, bu kammi deb bu dedi, ammo men o'chaqda dedim, ashchaq naq maydon qildim. Qarindoshlar insonlar bo'lsa bilisizlar. Men ashchaqda Shvetsiya bexatarlik idorasininki qog'ozini chiqarib, mana men tushdan keyin soat munchida keldim dedim. Hamda u yerga qaysi shiftin kirdim, qanday nimada keldim, nimada ketdim, men uni demayman, chunki hukumat bilan bo'lgan aloqada o'zi maxfiyatlik qildim. O'sha xatning o'zini chiqarib ko'z tushma asli bo'lmaydigan narsa. Tamam. Muhajiratdagi qarindoshlarga bu yerda bir samimiylikni ifodalash uchun u narsa asli men bilan hukumat o'tirishdan so'ng uni chiqarishning hojati yo'q deb. Ammo qarindoshlar, bu voy men mushta ko'rishga degandim, men saqildim deb ayada yozmaysiz, undan keyin amaliyotda Abdunaman deb bir akamiz var bir şeyde. Telefon qilib tapdi. Biz Tug'luq Hamid bilan saqchining oldida ko'rishmoqchidik deb ashu holatda u odamga yetkazib yolg'on gapirdi-da. Shuning bilan men o'kini anondan keyin iliqqa mendan is chiqarib etma degandan keyin men saqildim. Endi is chiqamadi.
Endi xotinimni ishlab tatdim, onasini ishlab tatdim, avlodini ishlab tatdim. Bir erkak o'g'adam kelib, "Menda yerimda menda tutib manga" deb bir narsa delanmay, ishtonga chiqqan ko'ngilga tayinliqda. Uning ustiga saqchiga vadim, arzi qildim, tatay qildim, undaqay deb quruq gaplarni qildi, uni qildi, buni qildi, jamoat bordim, masjidga bordim, unda qildim, bunda qildim. Amaliyotda qarindoshlar sizlar bu men sizlarga bundan bir yig'iz gapni qisqachalam qilay. Shuning bilan endi bu ish saqchiga berildi. Men tarjima qildirib videoni Shvetsiyalik tarjimonga emas, boshqa davlatdagi bir chet ellik Uyg'urchani biladigan tarjimonga tarjima qildirib, uningdan keyin saqchiga shu chet ellik Uyg'urcha biladigan odamning kartasi bilan men piyans topgan, shuning bilan saqchiga arz yozib Onundan keyin o chet ellik tarjimon mendan pulingizni mushunga hisoblab o'zingizning vaqtiga to'g'rilab qanchalik bo'ldi men berib o'tay desam, ammada o tarjimon mushu bizning narsalarni ko'rdi ekan, ishlardan xabari bor ekan. Shuning uchun sizningki men beshingizga kelgan ishlarni bilman. Men sizdan bu pulni olsam to'g'ri bo'lmaydi. Men qo'limdan qanchalik ish kelsam sizga yordam beray deb tarjimalarni Bekram Tursunning videosini bir bo'lak chet ellik odam Uyg'urcha biladigan boshdan oxiri obdan tarjima qildi. İçideki hammasi bilan to'liq eding dedim. Dunyo Uyg'ur qurultiri, Dilshod Rashidovning kimniki olsa dedim. Ben aldı bilen şu chet ellik Uyg'urchani biladigan shu akimizga chin ko'nglimdan rahmat etime. Haqiqatan bizning o'sha ishlarimizga ko'ngil bo'lib, qarab, nima ishlar bor, haqiqatlar bor, shularni anglab, analiz qilib tushunib, biz menga shunchalik yordam berganiga shu jihatda men rahmat etime. Bo'lsa boshqa qarindoshlarning shunday chet ellik tarjimonlarni tutib Uyg'urcha biladigan ishlatsanglar bo'ladi. Endi mushundaq gap. Onundan keyin bu butun arxivlashtirilgan narsalar hammasi bu yerda Shvetsiya saqchi idorasiga sunildi. Shuning uchun hozirgacha xat kelmadi. Meningcha tashriyot deb qarayman. Endi bu yerda sizlarga demoqchi bo'lgan nima nuqta bor, bu yerda nima gap bor desa, bu yerda mening demoqchi bo'lgan bir yig'iz gapim, saqchi menga anondan qopib, yana qanday ishing bor deganda, mening sizlarga arzim bor dedim. Desam, o saqchi nima ish oldi dedi, sizlar meni shunda Bekram Tursunga 26 turli jinoyati bor deb shunday gap qilibsizlar. Atisi mening shved pasportimni Müşta torlağa koyup to'liq Hamid Xitoyning jasusi deb müşta qilildi. Sizlar işte diyamet angla desam, biz bunu tekshiraymiz. Videoning ichida bormi shu gap dedim men. Bor dedim. U saqchininki tekshirish natijasida menga cho'qim mush narsani aniq yozib bersizlar, men overshat qilib mushni Uyg'urcha o'rib kelgusida Facebookga qo'yma dedim. Bo'ladi dedi. Endi bu ishning taraqqiyoti qayerga bordi men uni bilmayman. Mening çoğan çağda mening Allohdan so'raydiganim mushu Bekram Tursunninki ishora qilib, Dilshod Rashidovning ishi yugishib kirishini, Dunyo Uyg'ur qurultiyining yugilishib kirishini men chin qalbimdan umid qilaman va Ulug' Allohdan duo qilib so'rayman. Mushu Bekram Tursunninki, mushu Azizninki, mushu xoinlarninki uvusini cho'ldigan bir piltininki yiqilganligini men Allohdan so'rayman. Chunki men bularni tillab beqib, rasvo qilib beqib, sotning oldiga akilamadim. Chunki bular kelinmaydi. Endi men odamlarni Bekram Tursunga ega chiqishga tavsiya qilaman. Birinchisi Rishad Abbas, Dilshod Rashid, Do'lqin Aysa, Rayhon Tatay, nimasi bilan ataya? Laqim bilan ataya, jasus Rishad Abbas. Pakrak Deng Xiaoping, Dilshod Rashid, ya'ni saranglik kinishkisi var. Porun Roshan, Erkin Sesiq, Erkin Tekas, Zumratay, Do'lqin Vangshuji, onundan keyin mushu kim o? Norvegiyadagi Mattarning o'gay dadasi, Ali Sesiq Paypaq, Ablimid, onundan keyin mushu men tilligan Madinay Bovdun, Umar Qanat hammanglarning Bekram Tursunga ega chiqib sotqa kelinglar.
Agar sot bo'lsa shu bosqichgacha kelsa, endi saqchiga berib etilgan narsa meningcha mangdan ish kiritma deyilgan, undan keyin Turkiyaga chaqirilgan bu nurg'un narsalar boshlandi. Bu yer nima bo'ldi dedim. Men boshdan oxir deppadim. Bu xil cho'ng masalaga biz hozir jihatdan mana kriminal nuqtasidan mana shu narsadan tutib turib qilamiz dedi. Qolgan gapni sizlar shu sabiy xatarlik idorasidan qilinglar deyishdim. Mushu xoinlarninki mushning sotiga kelib bizni nima tillagan yoki munda degan deb qatnashinglar. Hammanglarning oldiga shirdak chiqima etilib, bütün dokument bo'yicha chiqima yig'ilgan, yozilgan hujjat, yozma, ovoziz kelingan tahdid, qo'ymachilik ishlari, qochoqchilik ishlari, jasuslik ishlari, mushu ishlar bo'yicha hammanglarning oldiga chiqima. Qarindoshlar, Bakram Tursunninki oilasi to'g'riliq men keyincha qisqacha tonishtiraman. Uning oilasini, o'zining kelib chiqishini, qog'inni keyincha qisqacha tonishtiraman. Shuning uchun men Abayga ismi atalganlar endi sizlarga sharoit chiqdi. Uni oldiga chiqarib, tegidan o't berib qilgandan keyin endi isni chiqaramadinglar. Küçük baktınlar, her narsani qilib baktınlar, qilolmadinglar. Haqiqat, hamın haqiqat. Bu haqiqatdan hech qachon hech kim qechib qutulib bo'lolmaydi. Shuning uchun Abayga men degan shu Erkin Sesiqdan boshlab, Rabia Qandarni Porun Roshandan boshlab, Ablekim İdris olamni qaydun bu taraqa qaysing chiqsang chiqa. Chiqsang Bakram Tursunninki sotiga kelish. Mana men ba. Sot ichilsa Xudoyim bersa, men amalga qo'layman qo'yib etmayman. Ben bir narsani uqdimki, bu yerda o'zligidan bir narsani hukumatga topshirsak yoki bir nima qilsak, biz qarab chiqamiz deb vaqt yomon uzilib ketarkan. Buni tezroq qilishninki usuli jidal chiqarishga. Jidal bo'lgandan keyin vi qilib saqchi keladi ekan, yozadi ekan, uningki chaqirtadi ekan, bu ishlar tezroq bo'ladi ekan. Uningki u yerda o'zimizning tartiblarni, planlarimizni dalalaydi ekanmiz. Bu narsa. Uningdan keyin bizningki necha vaqtdan beri mushundaq to'g'rida xayillar bor, jasuslar bor, millat setilib ketdi, da'vo setilib ketdi dedik. Endi nima uchun shunchalik odam mushunchalik ishni ko'rib turib, ko'zini yumbaladi? Nima uchun mushunchalik odam ko'rib turib, ko'zini yumbaladi degan chaqda bu mundaq kategoriyaga ayiramiz. Birinchisi siyosiylashgan da'vodagi Xitoy tarbiyalagan munofiqlar. Dünya Uyg'ur qurultiyi va uning boshchiligidagi ergashma tashkilotlar. Bular chet elga qo'ygan bularning saqchi punktlari. Men buning hozir dalilini hozir sizlarga deyman. Ikkinchisi akademik. Sharq Turkistondagi mushu Nabijon Tursun deymiz, Asad Sulaymon deymiz, Qaysar Mijid deymiz, Gulnar bir nima deymiz, Dumbataraq, iliq Turkiyadagi iliq Abgala deymiz, yana birlari deymiz, iliq yana birlari deymiz. Mana bu akademik jihatda Uyg'ur ziyolilarini kontrol qilib turib, xoin munofiqlar Xitoyning katminini, Xitoyning propaganda qilganlar. Uchinchisi tashviqot. Tashviqot nuqtasi bo'lgan chaqda yana 4-5 odamni jab-jab qilib chiqarib so'zlab, Abduvali Oyubdek undan keyin 4-5 ni ashta yozmalarni yozish orqali, akademiklarning chekirish orqali, siyosatning chekirish orqali Uyg'urga tashkichi qalaymiqan narsa yozib, qalaymiqan narsa tashlab Uyg'ur davosini xunuklashtirish va Uyg'urninki ichida xoin munofiqlarga o'zlaricha yo'l ochib berish. To'rtinchisi diniy nuqtadan. Diniy nuqtadan ya'ni Turkiyadagi ma'rif va ulamo va har qaysi muajiratdagi ma'rif tashkilotlari bularmi kiradi. Bularmi saqolliq bo'lib olib turib, diniy zot bo'lib olib turib, Turkiyaning ichiga liqida shu ilaqi cho'shqi kuchiklari va cho'shqilar, saqolliq cho'shqilar va dindar bo'lgan cho'shqilar. Amaliyotda ular o'zining qaysi kitobga, qaysi dinga e'tiqod qilganini o'zi bilmaydi. Faqat namozni sport, tanarkatning shaklida o'qiydi. Shunchalik yig'ib ketgan iliq Turkiyadagi nahaqchiliklar, iliq suiqasdlar, iliq o'limlar. Uningdan keyin hozir bular qurol ko'taramiz deb
ma bu jahon taraqqiy qilgan sari issiq urushga kiramiz deb, tömür təsəkni düz tutimiz deb, neçə vaxtdan beri Afğanda bir-birisini ötəgən, Pakistanda bir-birisini çaqqan, meşəyə kevilib hotelləri bağan, kəyən, qıған bilən, hazırgıcı yani şu buyruq, mağribdən ketənmə, yani şu Xitay konsolunun aldıda, yani şu əşədi şu çoşqı xotunuğu petil qılğandək, petig'dinib əşədi yürüşü, bu həmmisi bu dini cəhətdiki. Onundan keyin ticaretçi şekildeki casuslar ve xayinlar. Xitayning maxsus tərbiyəlab bergan ticaretni axmısımı içib qoygan aşxanalar, içib qoygan dukan saraylar, içib qoygan özlərinizlər bilisizlər-ku, ticaret şekildeki. Eliq ilim əşrifinin içideki eliq ilim əşrifininki içideki eliq London sotuğa eliq pulni yardım qilishleri, o pulning qandaq kelishi o ticaretçilerinki. Yaqindagi Dolqin Aysoning Germaniyadan ishxon setib oldik, voy ticaretçilerimiz badi, aşu hammasi Xitoyninki yo'li bo'yicha mangadigan xoin va josus ticaretçiler. Mana bu. Uningdan keyin jamoat arboblari, uningdan keyin Roşandak jalaplarninki Jalqin Ro'zdek aqidalarni akirib elishi, bir qism ziyolilarimizning vatanga to'nilganlarninki bolalarni o'zining tashkilotlariga akirib elishi, ashularninki ota-onalar sizlarninki naqadar ulug' insonlar Xitoyning turmalarini qotidi sizlar, lekin hamma narsani ko'rib turib, ashu bir butun mehnatchilik ketgan bir jalobning tashkilotida ishlayapsizlar. Demek sizler ota-onalarninki yüzünü bulğap boldunglar. Bu narsalar kelgüsü tarixi izlib mangdi. Jalqin Ro'z akamiz qanday izib mangan bo'lsa bir narsalarni, Abduqodir Jaloldan qanday izib mangan bo'lsa, Oltin Kashni qanday izib mangan bo'lsa, sizlarninki muajiratdimi yezayotgan odamlarimiz bor. Ne sarxil qalamlari o'tkir odamlarimiz bor. Qisqasi men faqat ko'ginim o'yg'oqlar dunyosidagi shu yezib avatadigan aşındaq adamlarımız. Mana muşu Türkümdeki casuslar ve Xitayninki adamları hazırki günde Uygur'un içinde irqiy qirg'inchilik bo'layotsa, Uygur'ni Xitoy dunyodan yo'q qilib etme davotsa, bular haligacha Sharq Turkiston degan ismni to'liq og'ziga ololmaydi. Chet-ellikning oldida titraydi. Genidi yo'q o yerda. Mana bular. Neçə vaxtdan beri mən şu ölümalar, mağriblarga ancha yaqinmagandim. Muşlar bir iş qilar, muşlar bir ras tömür təsək kötürdiganmidi? Muşlar bo'pti, hamda muşlar bir iş qilib etibdi de, hamda ras bizim bilan kelyapti. Mush qaytdim. Men munda qarab, anandan keyin şu Erkin Akram bu birinchi darajalik jasus. Bu Lanjo'da o'zi tug'ilgan, buning opseri Salat xonim G'uljining 5-o'tirdi o'qituvchi. Men aytgan Erkin Akramni shundaq axloqi buzuq emas, mal dunyoga erishman emas degan, bu jihatlarda bu odamning bu narsalar bayqalmadi, lekin da'voninki strategiyasini xato qilishi, Xitoyninki boshlab bergan yo'lni shu uchun mingishi, uningdan keyin eng ajablantirgan yeri buningki bazı bir yenideki adamlardan anlaşımca bu Nuri Tulki to'g'ri qattiq qaqshaydi ekanda, Nuri Tulki mushtama inim deb qaratdim, kitob yozsa, kitobni ichiga meni tiqmabdi, men shu da'voni men qilgan debdi, buni men qilgan tutsam deb. Uningdan keyin Abdukim Idrislar bilan bizning institut bor turib, ko'dinglarmi Amerika institut qurib oldi, kelayotgan manbalari parchalanib ketdi-da, manfaatiga ziyoyi qildi. Aytdi, bunda qildi deb qaqshab turib, bu o'zining atrofidagi odamlarga, o'quvchilarga eng oxirida yana nomus qilmay, yana shular bilan bir safda turishi mening g'azabimni keltirdi. O'zining og'zidan chiqqan gaplar ekan, o'zininki birisi deb berdi, yeniki yaqin odami. Ba undaq narsalarga agar tinib olmay desa, shuni men qarab, bo'pma shu Ro'shan Jalop bilan, shu Hidoyatulloh Cho'shqi bilan shu Erkin Akramning rasm tushkunini ko'rib,
Anınğa dedim, sen 2 tonur xemir nanның davasılan, qasqanның ki, laqmanның davasını qısan oldu ki. Sen mağı asto erkin ekran berip, Nürmen xandan birine içi vasan oldu ki, zeytun burunda. Dedim. Endi mana muşunda qeyrindaşlar. Bularnınki içideki muşu sesqıçılıqlar, onun dikin bu ma'rif tarafdinki 2014-yilda bir turkum Uyg'urlar buni keyin deb o'tma, bu hozir deb o'tadigan yerdagi emas. Buni hozir so'zligim yo'q. Bu tema boshqa temada bo'lsin. Anandagi yana birsi men bir ovoz anglab qoldim-da. Bir dadimizchilik odamki, hamda sal qaqshapti. Shuning bilan u odamning ismini deb o'tay. Asli og'zimni buzib shundoq sat bir tillamoqchidim. Onun iliq yuragi og'riydi ekan, anlasam yuragim og'ramdi, podog'im og'ramdi. Uning bilan mening ishim yo'q. Men seni uni qo'ymayman. Lekin ayoling bilan qizing to'y qilmabdi, hurmatini qilib, og'zimni buzmay chiroq topqay, ma'u xavdodagi Farhod abi tutdachi. Salamchi qulqingni dim tutib qolgan. Anangni sikmas shu kelgansan, tushundingmi? Kel men oldim. Xalqning uyi kiralaydi ekansan-ku. Bana angla. Nima debdi desanglar, qarindoshlar. Men ovozini qo'ymay, haq omonat qilib avatib qo'yibdi ekan. Nima debdi qarindoshlar desanglar, "Palonchi, sen nimang yo'g'on so'zlaysan? Sen nimanga mustaqil bo'lading? Sen mustaqil bo'lg'dak nimang bor?" debdi. Ko'p, qeri o'g'ri, latgoy. Şinjan televiziya stansiyasidan chiqarilgan tashviqotchi ko'p. Sorun tuttu açıp, sana o'xshash dadlarimizning, miltiq tutadigan dadlarimizning qo'llarida Qur'onning o'rnida tuttu olgandiki, albatta mustaqil bo'lolmayapmizda hozirgacha. Hamma meğer bir tuttaç solamchi va bizchi va ona oldim deb qo'saq degandan kimlik tashaq tushirib qo'yib, o'tasan solamchilar, eli o ansambli, eli bu ansambli deb. Qanday mustaqil bo'lsa, to'g'ri deysan shu, nimanga mustaqil bo'lsa, qanday qilsa deb, sana o'xshash dadalarimizga o'xshash odamlar. Bu Uyg'ur yigitlarini bir jasurlantiradigan narsa yo'q, rag'bat beradigan narsa yo'q. Nimanga mustaqil bo'lading, nimang vati deb ochangning inisiga zuvoningga sey seninki. Nimamizga mustaqil bo'lamiz? Va sen shu mustaqil bo'ladigan shu qo'lingda miltiq ko'targan, qo'lingda shu duttani ko'tarib yursang, ko'miga hech qisamas-ku, seni istamangar to'yda ko'rganman. Aldınga pul tashlab qo'yib o'tirgan biz. O'rmör qo'yib, ashinchik nima seninki? Payzong yo'q edi qiz seninki. Binoyatkas bir duttachalisha, meğer bir og'inang boy. Yurqa qaraq qizdim birsi, hammang o'yg'inib asta-asta chiqib o'tsam deb o'yga qo'ydi. Voy saqchig'i bor. Voy nega borsang, men nima qila olding? Nima qila olding qaysang? Bir saqchig'i berib yoki bijak berib chiqib yoki biramush uraldingmi, biramush ataladingmi? Nimanga mustaqil bo'lsa, nimanga mustaqil bo'lsa deb irodamizga mustaqil bo'lamiz, Xudoga ishonamiz, shuning uchun bo'lamiz deymiz. Alloh har bir insonning rizqini bergan. Shu rizqini, shu bizning rizqimiz shu Sharq Turkiston. Sanga o'xshash munofiqlarningki, sanga o'xshash badbaxt shovchilarning sababidan shuning qilyapmiz. Sen o duttani ko'tarib, kashk dutta chalsang, qo'ralib, miltiq ko'tarib o'qatadigan adam bizga yo'l boshlamchilik qilgan ichi qizlar kim deganni mishaka ishlamaysa, Gollandiyaning sotsialini verib, uyada bir tashviqotchilik qilsa, qanday deysan-ku? Menga texa ba'zilari telefon qilib texa naq maydon qilib qolsangiz demang ukam, uninkida yuragi og'rib doktorxonaga kirib qolsa, birini mana mayiga ashta solamchidan biroz o'lmagicha yuragi og'rib. Ayta munofiqdan biroz beshinimegicha ashta bo'ladi. Yenilik xotinlaring dab qo'yish, qisib o'tasin, qisib. Ma hozir zil vaqt ma Uyg'urni to'plada yana bir yerda mingisini chalg'itmay, bir nuqta qil mengish kerak bu narsa. Payg'ambarimizmi Muhammad alayhisalommi ummatlarini islom diniga kirish uchun qilichini qonga bo'yab o'ldirishib, qancha million shu islom dunyosini barliq keltirib ekan-ku. Bizmi vatan mustaqillik uchun bu yerda bizning nimamiz bo'lmaganiki, qonunimiz, sotimiz yo mafiyamiz yo armiyamiz bo'lmaganki bir nima qilish kuchimiz bo'lmaganki tillamiz hamda qanday qilamiz tillamasak. Payg'ambar qilishni qonga bo'yavasa bo'ladi. Musulmon qilmay deb odam o'ldirib, men mustaqil bo'lmamsa deb og'zimni buzib tilsam men nachar bo'lamda. Qayaning qaydisiga o sen haqninki tushdi, meningki o'zimga tushmamda.
Reşat Abbas degan narsa sen angla mani qara. Sen chiroylaringni o'yla qop-qor mo'rdek bo'lib ketsa degina qara. Nima chiroy o ko'zlaring degan shu yanday bo'lib ketibsa. Qo'ng'ani qisib singlinga da, o singlingning jaloblik narsalarni chikatdi qara. O'zingmi bir ko't bachchivaz narsa qara, tayning yo'q, 7 qitim ajrashgan. Xalqning pulini bersin, o $500dan, $1000dan o sirki pulni qilib bermay, xalqning uyiningga setayotgan balaga Amerikada beribsan pulni. Ma gapni angla, sen kashki chiqib apangni, dadangni, go'ning, dadang bilan apangni go'ning tegida tikat qizit, tikotaq qizit matlab men sanga qo'yay. Men mana necha vaqtdan beri bijimda saqchining ishidan, yo Bakramning ishidan, yana bijnasning ishidan bir qo'rqib kirib ketmadim. Bu o'zim bu yoz vaqti kelib qopdi, hamma xalq sayohat qilyapti, o'yin tomosh bilan bo'yapti. Buning mezgili va keladigan kashki ekranga chiqib olgan bilan bo'lmaydi. Men xalq bir sal bir o'zining bir stresslarini chechib kelsin. Dep ma 8-oyga to'g'rilab ochdik. Amerikadagi Ablikin baqiniki iltabar bu sizni bir quzatning o'rnini tatayning balasi tushsin, tatayning o'rniga bu Uyg'urdan birisi chiqsin desak, siz bu quzatdimi bakarak oshirayotgan tudingiz-ku. Bu bir muncha Uyg'urni Amerikaning mustaqillik kunida ochiq ko'chada so'rab usloyintib, eliqi jalab xotinlar atlas kiyib olgan oldidagi nomus qilmay qo'ltiqini ichib, meshalaridan go'sht qaynab chiqibdi, hamchaklarga sanglab, kimnikinga chiqibdi, qayri pasqillar uyda o'tirib, navrangni bir qissam olmamdi. Ay nomus qilmay, New Yorkning ko'chasida Uyg'ur mustaqilligiga o'xshaydi. Voy bu qanday bo'lib ketdi bu ishlar? Vestixi Forex bankiga berib, iltabirga ozroq pul urib beray, vatanni mustaqil qilib etib ko'chada Uyg'urlarni so'ytatga budaq etam, men iltabir sizga chiroyli taqoy sizlab turib, men chiroyli taqoyatman. Budaq etam, Amerika Uyg'ur birlashmasi, bo'lmasa Amerika birlashmasi danglar Uyg'urni ishlatmay turib, o'zinglar qanday qilsanglar, bo'laylarda Uyg'ur degan markani qo'yib turib, to'la Uyg'urninki hissiyatidan foydalanib, Uyg'urning nomidan foydalanib, ayada ma'vo Amerika mustaqil, o Amerika mustaqil bo'lsa, sangna ya Amerikada yashayotgan bo'lsan, sening kimliging kim, seningki sen erkiy qirg'inchilik uchrayotgan millat, o'zingni ko'stimiz to'ntib, sen tonutmasanmi, lagerdagi 10 million Uyg'ur to'ntib bo'ldi Uyg'urni. Barin qirg'inchilik to'ntib bo'lgan, Urumchi qirg'inchilik to'ntib bo'lgan, G'ulji qirg'inchilik to'ntib bo'lgan. Uningdan sirt yakan qirg'inchiligi ikki qitim qurilgan Cumhuriyetlar Uyg'ur qirg'inchi Angliyaning ashu musiqasiga borgansan, mashta Shvetsiyaning Uppsala universitetiga kirgansan, mashta aşağıdaki Sharq Turkistonning Uyg'ur qonunlarida, davlat qonunida aminas turibdi. Uyg'urni bilmamda, sevini davin gündan yarımla akab qilib tanishtirib qo'ygan Uyg'urni tontimiz deb odamni MTT qilib kachqach usuloyn damsa hammasini kashkicha. Bu da agar kimdir aşında ishni keyingi yili Amerika mustaqillik bayramida yana bir qitim ko'rib qolgan bo'lsam, iltabar ma gapni quliqingizni ding tutib anglab, dadingizning tik go'ning tikini mandayat qilamiz, manda qilib qo'ymay tillab desam ishni aytaman, mo'min opingiz og'irtib tashiytman desam, balangizmi, cho'ng balangizmi og'riqchanki, Xudoyim balo qazoni bekor vermaydi, o'sha baxtingdan, taxtingdan, balangdan, kalangdan sinaydi qaysiningki. Vicdanın azraq titirsin, aş koçuda usuynagan çaqda, daqıdın baxçagan çaqda, türmünün içideki eliqi vatanga bağallamım, vatanga bağala to'g'ri qazi kelma, maş türmünün içideki basqınçılık uçurgan qızlarning ki, xanım qızlarning ahu zarlari, türmündeki bizning 70 yaş o'xshash onlarimizning ko'z yoshlari, dadlarimizning ki hargizmi unutilib qolmasin, biz texi uslu o'ynaqlik darajalarimiz bayram to'sa bu, yig'lab o'tib ketamdiq. O seni manqanı qilib bermedi, haqqa davan to'g'ri qil dedi. Chiqirib baqa, sening Amerika Uyg'ur birlashmasiga nizomnomang uchun mustaqillik bormi yo'qmi degan narsa. Chiqirib baqa nizomnomangni. Bormi ekan, yo'qmi ekan? Top bo'lib ketdi. Sen haqqa chiqib 2 kun bir muhojiratni silkib, sen haqqa nima ish qilibdimisa, gaqibdimisa, eshakdek yurishamsa, shundan kalipodon, poldan qilib Zangni bilmaydigan xalqlar ekansa, meğer yana birisi var g'ulchilik, uninkini atugin kirma amda boshlandi naq maydonda Shvetsiyadagi ishlarni o'jirdim, bo'jirgacha qilib so'zlaydigan jihnaslar va anandan keyin eng oxirida qarindoshlar bir narsani so'zlab o'tib ketmoqchidim. So'zlab o'tib ketay. Kanadadagi Sharq Turkiston surgun hukumatining qaysi vazifada ishlaydi bilmadim. Ablat Nur Qarim
Bu Abdullah Qarim dadimiz nəhayət imanlıq, pakiz, özünün imanını yo'qotmagan, kitobiga, vataniga, millatiga xayrlik qilmagan bir esil bir odam. Ökini Ali Mahsum to'g'risida, Abdulhamid Tursunlar to'g'risida so'zlabdi. Ali Mahsum deganni men bilmaydi ekanman, unikini anglab dedim, bu shu uyning ichida qallarning bo'lib ketgani monchilarninki. Demak, aballarninki ashada kuch ilishanmay, qiynalg'ini, pichoqlarni yegini ko'z oldimga kelib yurgim shunda achchiq bo'ldi. Abdullah Qarimninki bir gapiga men tam ko'rib beray. Abdulhamid Tursun ras ashu nimadiki Qozog'istondagi ashu ishning ichida bor. O qatil. Uni menga mashada Dilshod Rashid iniq og'zi bilan deb bergan. Agar kenda Abdulhamid Tursun qayil olmasa, sotqi bas oldu üstümde men ovozini chiqaraman. Vay! Mundaq deb va men uning qanchalik ishlarni qilib bergan fikam. O'zi biladi-ku, men nega borsam dinarni yugab uyda qilib dinar akildi oldimga. Baxtiyor Umarninkini sening otaningning ishini chiqarmabdimi deb. Ya qilmabdi desam, to'xtabdi, men gap qilib qo'yay uningga deb. Gap qilgandiki Baxtiyor Umarmi darhol gap qilib qo'y, aka men Facebook chiqaray ma'qul deb yugurib apalash Facebook chiqargan. Onunki Baxtiyor Umarninki sen rahatsız olsan kelsang arz qilsang bo'ladi-jimi? Ba seninkimi? O aka bunu gapingizni anglaydi ekan qo'ndaman desam, va buni qanchalik ishni qilgan yafkam o'zi biladi-ku, Gulmirani. Ay uni o qo'ngga ko'tarib, bu qo'ngga ko'tarib nima ish bo'lib ketganini deb ashta qilgan. Ondan keyin adolqina esa sening otaningninki nerede ölgeni apangninki. Ki attuqning apangninki nerede ölgenini o'zing bilasan, o turmada ölgeni o yag'an. Aqso qaysi doktorxonada o'ldi? Apang rak kasal bilanmi, nim bilanmi, uni o'zing bilasan. Uni yana sening kimlar biladi? Aqsolik uyg'ongan, pakiz, sening taraflaringni qilmaydigan qarindoshlar biladi. Undan keyin seninki urug' tuqqanlaringninki yiliq TV'ga chiqishdan burun mana men yozgan. Dedim-ku, yana üstümden arz qilib, kelib qilsang, muxbir akab turib qiljimi? Unda addiy qilma. Muxbir akab turib qil. Muxbir akab turib qil. Muxbirni akab turib, meni sazay qilib turib qil, andan keyin men oldinga chiqman ekan. Sening shu butun narsangni men yozgan. Tushundingmi? Mushundaq narsalar bor seninki. TV'ga chiqishdan burun qandaq bo'lganligini men bilaman. Onundan keyin Abdulhamid Tursunnikini, Baxtiyor Umarniki, seninkini ko'rgandan keyin men shu haqqa ishini onundan keyin pul xashlashga, onundan keyin nima qilgan. Tinib olmaydigan siz-a? Dilshod Rashid apandim, agar tinibsiz-ku, tinib olsiz, hamma gapni qilib poplam, onundan keyin shuni men demadim ya deb qo'yib, shuning uchun tinib olmaslikniki birdan-bir omili ovoz qilish. Endi qarindoshlar nima uchun bu nima uchun mushu Tug'liq Hamid mush Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan kirishib qoldi, nimishki mushlarning bilan degan chog'da bular Xitoyninki teshib qo'ygan saqchi punktlari. Vatandagi nurg'un baylarning so'nib ketishida, O'rta Osiyodagi yoki Turkiyaga berib kelgan baylarning ichida mushlarninki ichidan ashu baylar yaxshi niyat bilan pul bersa, hammaning tizimligini bergan. Ashu baylar o'zi biladi, hozir turmada turib, og'zini tutib qolganda balki mushu ish plaslar ekan dedi. Vaqt soat kelgan chog'da hamma sirlar ichildi qiyinlashlar. Bizning kimlik uchurlarimizning ketishi, bizningki G'ulom ustoz nayt chiroyli deb berdi. Bargan chog'da hammasini ishini qildi deb. Uni kim qildi? Uni shu Dunyo Uyg'ur qurultiyining ichidagi va uning ergashma tashkilotlaridagi shu vatanparvar bo'lgan bo'lib, shu Uyg'urning ishini qilgan bo'lib, shuning ichiga kirib elib turib, bizni kuzat qilib chaqirdi. Bo'lmas kim biladi uni? Uning dalilimi mana menda bor. Zubayra eliqi demokratik Xitoylardan akilib qandaq konsulga avatmoqchi bo'lgan meyerki xo'jayiningiz a? Voy, London sotyapti. Rahima tarjimon bo'ldi-ku. Eliqi ishqital xanso navrakangni avatib berdim. Adangida apason, unutib qolmagansiz a? Balkonda turib degan gapingizni. Maqaytim qisdi Zubayra tarjimon bo'ldi-ku. Oldin qaytim Rahima oldi. Amma London soti degan
Voy, malımı demdim desem, hem boşlama deyse, bunu aldırmayı deyse, bunu 9. ayda yani 2. qitimlik, 10. ayda 2. qitimlik geçirdi. Ameliyatdı meni. Hamma narsani dedi deb. Mening hamma narsani ovozga og'rimdan ayni vaqtida shu odam o'zi bo'ladi. Qulog'niki duglar qarnasi nima u? Voy arji aka. Ana deysa, mana deysa. Menda bor isboti. Qandaq shakldagi xalqlarning intervyularini hatta Xitoy tarjimonlarigacha singib kirib bo'lgan. Xitoy Uyg'ur tarjimonlari ko'tasun ashu Rahima, ashu mushu Dilshod Rashidning Zulfiya, mush hammasi var g'ixli jasos bular hammasi. Mushu Amerikadagi bir yana ashu qilayotgan tarjimon, ashu Roshan Abboslar ay uchib ketishlar, berib kelishlari o hammasi setilib bo'lganlar. Bu o'ylaqa Kanadadagi Mukarram deganlik paka 1 metr to'shmayga Roshan jalobni intervyu olgan. Qap-qara tishning orasida bundoq orliq va Lisbitoy deb o'tib ketgan bo'ldi. Rahimaning uyida bo'moqlik qilib, ashning nurg'un sesiqchiliklarni bilib, bularningki qarindoshlar o'zining ichidagi sesiqchilik, maynatchilik, jiq bularga bir-birsiga chetilib ketgan virusdek tarab ketgan. Shuning uchun haqiqatchilar anda sandil qoladi. Anda sandil qoladi. Ama haqiqat hamın haqiqat. Yana müştaning xato bo'lsa, yana indigenous qilyapsizmi? Yana eliqi to'rdagi Estran degan balaning chiqarib qo'ygan narsadagi 3 qitimliq avtonom talab qilinmagan. Shuni ko'rib turibmi? Yana shundan keyin jugatdan keyin sen xoin, sening oshningga taqishadigan yering bor. Qanchalik odamningki bir-birsiga ulayotgan yeri bor. Qandaq intervyularni qandaq shaklda olib boradigan. Qarindoshlar, men Shvetsiyadan nurg'un odam berib keldi. Birsininkiga o'sh to'shikka qilmagandim. Bakram Tursun berib kelgandan keyin buningki bizningki va mishariki yana bir akamizning oilasiga, bir nechasinikiga ziyonkashlik bo'ldi. Bu necha vaqtdan beri bo'lmagan narsa tuyuqsizda bo'lgandan keyin biz bilalaymiz ham o'choqlarda 2016 uya bilan gaplashadigan vaqtlarimiz. Şanlıqlam qarindoshlar. Hammalarninki men gapni uzunlik qilmay, hammalarning u yoqda saboqdoshlaringlar bo'ladi, har xil yerlarda xizmat qiladigan. Bizga shu chaqda dadang tavyan binganga kirib ketgan bo'ldi. Diqqat qilsang bo'ptiki, ada sen to'g'risan desam, gap chiqib ketdi degan chaqdlam. Biz shu chaqda bilgan. Qolgan isbotlarninki qolgan narsa, qarindoshlar. Mushu Jilil hojimni Toshkentdan akatdi-ya. Akatdi. Kesivetdi ya, Kanada'nınki qaramay. Ama erkin tekesler Xitaygacha badi. Xitaygacha badi. Qozog'istondan mishadan 10ning narsini ilib, 10dan kelib, Shvetsiyaga kelib, uningdagi Beijinggacha berib 8 soatdan keyin qaytaribdi, ko'nglim Turkiyaga ketibdi. Ben onun keyin ismini atab turib ayrim onun arxivlarini turg'izib ayrim narsalarni ayrim balasining qanchinchi Hindistonga borgan xotininkini hammasinikini taqib qo'ydim. Uni ayrim so'zlayman, o tek aldığımız jiq so'zlaydigan narsalar. Ma Shvetsiyada Gyuminxay deydigan birisi bor. Shved grajdani Xi Jinpingni va Jungo Kommunistik partiyasini, ya'ni Xitoy Kommunistik partiyasini tillab bir kitap yozgan. Aşoni Taylandga borgan vaqtda Taylanddan dam tatqizmay akatgan, mana hozirgacha Shvetsiya so'raydi, adimimiz deb. Mushu Bakram Tursun namoyishga chiqmabdimi-ki? Panohlik tilamabdimi-ki? Qarindoshlar, Xitoy konsuliga kirib, panohlik tilagan Xitoy konsuliga kirib, viza iltimos qilgan chaqda Xitoy oldinglarga 3 turlik narsani tashlaydi qog'ozni. Ko'pincha konsullarniki. Birinchisi Jonxo Xalq Jumhuriyatiniki zimim putunligini e'tirof qilsa degan. Faqat Uyg'urni oldiga tashlaydi bu narsani. Tayyorlab qo'ygan o'zlariniki vajib bo'lmoqda. Ikkinchisi terrorlikqa qarshi turgan. Uchinchisinikini nima dedi o'tganda, mushta 3 turlik qog'ozga qo'l qo'yib boradi. Ko'pincha konsullarniki shuni qo'ydi ekan. Demak, şu müşni bağın çağda, müşnesini taşlaganlarınki
Müşündaq nəslərdən ötüb, anandikin əşəyə barıdı. Endi bu Bekram Tursun'ninki ata-anası əkəb qoyğan bunu bir yerə. Qanda adamның ata-anası əkəb qoydu. Mana biz kadr ailesi turib degan imtihon berib, jo'njaga olsa palan 100 ming so'm pulni xərclab, ya Allah kömgən gününü görüb aramça sitmişə kelgan. Bular asanla keleglik tayya oturasiyalik bir tuqquni var, uyga tushaylaydi. Bevosita ota-onasi var, Yevropalarni oylanib, folis adolatning paravalik yaxshi, madolatning yaxshi deb Germanda qarshi aks pasport olanmagan. Norvegiyalik uch qanjiqi Fatima İxlas'ninki, yani İxlas asli ismi nimti Paskinninki. Şu Stavanger'da o'zing do'stlarning bizlarla o'ynab yurgan maylan. Ana lekin yana birisi bayliq. Bir purilish ketgan bir o'zbek umrida aram bir er chiqibdi shu qanjiqlarninki. Anor pasport yo'q, ular boramagandan keyin ma'ni shu mishaga maxsus akab boy Shvetsiyaning 4 yil pasport berga deganni planlab turib akab ondan keyin akilib 2010 keldimi, 2011 keldi. Şu Şvetsiyada birisining uyida biz tanıştık. Rahmacım deydigan tuqqan ekan. Oy, sening o'g'illiklaring keldi deydi. Asha tanıştık, buni qildik, keyin o'tirimiz bir problemlar bo'ldi. Lekin onu keyin deyman, ayrim deyman. Shundaq bo'ldi-da, andan keyin rost degandeklar 2015 mi, 2016 yaqin pasport chiqibdi. Chiqqandan keyin voy opamdan bag'riq deb ketdi. Ketgan chaqdimi, mana Shvetsiya hukumatiga buni tutish buyruq chiqargan Go'anjuning bir dokumentlar var kelgan chaqda. Ashtaq narsalarni bergan ko'chman idarasiga. Ashtaq narsalarni bergan odam qanday Xitoy bora oladi? Bu muddat emas, bu nihoyat o'zicha aqlli bo'lib ketgan yerdir. Shuning bilan bu shu oq yo'lidan shu Norvegiya, Moskva, Qozog'iston orqali kirdi. Buni kim yapadi san vizni o'tganda undaq desam, Mijit Qariyashda kiradi deydi. To'g'ri, Mijit Qariy deb yana bir qo'ziloq bor. U mashta aqadan keladi. Endi bularning o'rtaq vazifasi bormi? U Tashkentga bu qaytib keldi. Bu Tashkentga u Tashkentga kelgani kerak. Andan keyin borgandan keyin shundaq bir problemlar bizning oilalarga bo'lib ketdi. Endi men kelgandan keyin telefon qilib, men buningga peshada chiroyli qildim. Mishta bilamdiki, unda desam, o bilmayfikim, o seninki o'zingning qig'ashimi ozma. Amonki uyga berib o'ljida boshqa bir yerlarda o'tirib, men to'g'risida bir qalaymagan gaplarni qilishaydi. Bu qalaymagan gap qildi, unda qildi, bunda qildi deb. Bularning nazarda, ana shu chaqlarda ko'chalarda biz haqiqat paranglarni qilib qo'yatdik. Mana ishning yo'li menda ekan, mana biz azaldan shu parangni qilib kelgan, haqni yo'lda turib kelgan odam qilib qo'ysa, ya'ni xalqlar Shvetsiyadagilar bir vaqtda gap topolmay, To'g'li Hamid og'izdan ketadi deb qo'yatdi. Keyin anadagi uning qaylo'g'anlar bo'ldi. Sen rost gapni qildi ekansa, shuning uchun haqqi yoqmaydi ekan bo'ldi. Biroq vaqtlarda ilaqa doktorlarning ilaqa sal baldir kelmaydiganga o'xshashlar. To'g'li Hamid shu og'izdan ketadi deblam ashunda qilib qalayimqon gap qiladi, qalayimqon unda o'qishga kelgan, bunda u bu deb bir mezgil tashkilotlarning ichida emas, jamoatchilik, hatto yoshlarning ichida qattiq uningdan keyin yaklashlarga uchirgan. İşte qishlar beshimda o'tgan menimki. Chunki bu ishning yog'inligini bilib bir necha yillarda deganman, Dilshod Rashidlagim deganman, bu ishlar durust emas qo'y deb. Hatto men Abdushukur Muhammad deyman, uning xotinini berib keldi-ku, Qashqalargacha. Bo'lmasa aksi kurash ko'rsanki uningki. Ashundaq bu ishlar tegi-tegidan bir-biriga ilaqa chirmab ketgan, hamilaqa virusdek taqilib ketgan ekanda. Shuningga keyin anadagi ashadagi g'uljidagi bir nechalar dedda, ya bu jim yusangmamda taqir-tuqir unda gaplarni qilmay, qalayimqon gaplarni qilmay, o'zingni ishni qilsangmam dedi. Keyin anadagi bu Bekram degan mushu nima dedi? WeChatda bor. Shu saqchi chaqasin deb qilib qo'ydim. Saqchi o'zimiz topalaymiz deydik-ya, bularchi bexatarlikni olamda, saqchini olamda WeChat ID nomeridan, telefon nomerini ber, uni o'zingnikini ber, uning haqnikini ber deydik. Mana deb qo'lja deb turibdi-ki. Pastga tushib ketdi-ki, bu meni chiqirib to'qarga tiqibdi. Ashundan men fikrim o'zingni ishini qil, tijorat qilib pulni top, pul asqatadi deb. Men kelgandan keyin nima dedi desanglar? Shvetsiyadan Abdukerim deb bir odam bor, qarmayliq, Nabijon ala bilan birga kelgan. Bu Bekram Tursun, Nabijon alaga Tursunay deb Xitoyga tekkan mishani qalayimqon bishni qilib yurgan bir xotin bor. Uning bilan hammasi bir kichik shaharga shimolga tushgan.
Keyin endi nima qilgandan keyin, bu misha kelgandan keyin bir yarim kecha telefon qildim soat 2 bo'lgan chog'da men kech ishlayman-ku. Telefon tamoq kelgandan por tortadi. Ichikda men bilaman. Bu nima bo'ldi? Sen shu ichim siqilib uyqum kelmay bo'ldi. Shuningdek, ya bizni bilamdiki, unda desam, "Fikrim seni qig'ashing ozma" deydi. Bunaqa payt so'la kirib qolsa, "Qadara, seni qig'ashing ozma." Ya bo'la. Deselik oldidikindaymi, keyindikindaymi deydiganlar bor. Moy background deydi, oldidikindaymi, keyindikindaymi deydiganda. Onundan keyin shuni bilan qo'pib, qig'ashing ozmi, va seni Stockholmga Sodir polvon deydi-ki, "Fikrim bu ishlarning tegidi ishlar jiqga, şey basang bilsa, ba, vatanga basang bilsa, basang bu ishlarning hammani tegiga yetsa, kimni qo'llaydiganini, hatto qanday qildiganini deb o'z og'zi bilan telefonda degan. Majdan ta'sir bor. Agar mushu videomni tushirilib tarjima qilib turib, mush degan gaplarimni hammada ustimda sotqa arz sunsang bo'ldi-ku, Bakram. Men sen o'sha tinolmayman. Men uni nimagan bilan o soqchi birdamdan ichida topdim. Shu ashta bir paranglar bo'lgan, undan keyin shundan keyin bir kuni undan keyin 2017 o'tirliqlarda adamni qo'ljidagi John Favida 2 yosh bola chaqirtdi-da. Chaqirtgan adam voy otanam o'chaqda akiribdi, endi 2017 16 kirgab 2017 birinchi oyninki 20 nechtam akir ketdi. Undan keyin topolmadik nega olib o'tgani. Keyin bo'zg'a chiqib ketdi ishida. Bo'zg'a chiqib o'tgandan keyin u yoqdan bu yoqdan mangdi. Endi men o'zim harakatini qilaymikin desam, adam qat'iy unimidi. Yo'qsaqam shu sening tupaylingdan bo'pti dedi. Ashaga borgan chaqda John Favida bolalar adamning oldiga nurg'un narsani tashlabdi. Panolik tiligan mushu Google'ni bas ism familiyamni qilsa Potion Dajoyan Dilshat chiqargan maqollar ayni vaqtdagi. Bütün resim O'tirasiyaliklar bilan o'ynaydigan mashirpimnim debdi, ularga bergan pulim debdi. Mushta ishlarni qildi ekan debdi degan kim? Bakram keldi dedim. 1000% sen dedim. Chunki buningki ota-onasininki akisining qiladigan ishimi shu-da. Yana bir ishni deb aytay. Buningki rost, avo ilaqi nima deyman, Amerikadagi skekotning ismi. Ilaqi ya nima Bilalka ilaqning ismini yozg'ina, yoki ilaq masjidga kelib sen gaqanni xapolmay, sen bakansan hozir. Unutib qoldim. Mushlarning tuqqini. Bilalka xapmay ismini yozibdi. Ya Abdurrahab mush Amerikadagi bir akimizga telefon qilib debdi-da, to'liq ham etmişlar bizning tildimisa, bizning demisa, bizning singillarimizni, bizni nima qilmasa, biz Bakram Tursun bilan aloqamiz uzib o'tgan xili bo'ldi. Abdurrahab tinavasan sen degan odamninki menga men ovozini oldim juma, haqni rasvo qilsa. O'zingning yaqin og'inizga o'zing debsa, men tinavaman. Ashta debdi-da, mesela bizni qilmasa, bizmi Bakramning azdol ashta ishlarni bilatdik, anglagan to'q, lekin bizning aloqamiz yo'q. Bizni demasa, bizning kechirim so'radi. Men seni kechirim so'rmayman, Abdurrahab, tushundingmi? Sen eliqi shoyshangni ilib uyay berib, haqni kamera qilgan ishlaringni to'xtat. Ya sosyal mediaga chiqamaysa, ya bir xabar ishlamaysa, sen nima qilsa kashki uni ilib. Ammo sen buningki Amerika kash bolalarningki faoliyatlarini uyay borgan chaqda. Shuningga o'xshash, shu Abdurrahab degan ashta debdi-da. Yana bir cho'ng aksi va taksi deydigan. Bular mushundaq Amerika, Avstriya, Turkiya, Norvegiya, Germaniyada akramlab aksi va bitta kang chichilib ketgan Avstraliyadan tatib tuqqanlari bor-da, 8 munofiq cho'shiq kuchlarniki bitta tarab ketgan. Vachchidili bir g'uljilarni bilmayman, biz Do'mazaning usti Sultan Yusmaza deydigan kichik vaqtlarimizda ta'tillar o'zi uydagilar chiqarib yetadigan. Kigizning tegidan uxlab olsak bundan qo'sqisib seriq shu eshak qurtlar chiqadigan. To'shayni paq qilib qo'ysak, matcha chachrab chiqadigan. Bu jalab nonlari naqmishda chachrab ketgan. Hammaga anglamadim deman qerindishim. Mana men ziyonkashlik uchirg'ichi, mening oilam ziyonkashlik uchirg'ichi Shvetsiyadan 3-4 bor. Sotichis kilimiz da'vatlar, hatto ijod turg'unmi kelimadiylik anglag'ini bor. Shuningga qerindashlar
Anlamadım demanglar. Burun bularni ko'ramdinglar. Mush Dilrayxon deganlarni ko'ramdinglar. Qachondan beri chiqib da'vo ochib oldi. Qachondan beri chiqib Fransiyaning munarni yeshil bo'yi. Ne bolalar bor, ey, ne ajoyib Gollandiyadan ketgan Fransiyada ne ajoyib pechat akalarimiz var. Örümçilik qitqas bolalar bor, ey. Vatan deydigan oshpecharlar tashvit oshqanchilikdan kirib ketdi. Nimishga maynachilik o'qishgan. Bu Dilrayxon deganlar Konzi institutini o'qigansa, Konzi institutini Amerikadan Mike Pompeo'lar Xitoy josuslik organi deb chiqarib qo'ygan tursa, Ashadan kelgan Ju Xaylonning katibi shuning keyindan manga mislar qarindoshlar, ba'zi qarindoshlar bu bak aqlliq qilib ekan, o'zinglar unda aqlliq chaqlab ketmanglar qarindoshlar. O'zinglar unchilik aqlliq chaqlab, sizlar unchilik aqlliq emas. U qasddan asha hammani bildinglar. Munofiqning kimligini Xitoyning odamlar ashlarni qo'llasak ota-onamiz tinch yashaydigan yoki jamoatdan qilib qolmaydiganman, so'rindan qilib qolmaydiganman deb amal va ko'zinglarni yumbelib turib nima qildiganlar bor ekansizlar. Ashlarni ko'zinglarni yumbelib turib nima qilganlar bor ekansizlar. Ana keyin Bakramningki rost sening Bakram yana bir gaping esiga solib qo'yjimi? Yana Mishat Abdukerim deb Nabijolar dedim-ku, ashlarning ichida Abdukerim degani Suriyaga ketdi deb gap bo'lib ketdi-da. Shuning bilan buni Bakram misha kelgancha Abdukerimni Suriyaga ketib o'libdi, bilamsizsam, xodni buni Suriyaga ketdi ekan, bu qildigan ishni bijirib ketdi vatanda deb ochaqlashdi degan. Telefonlar ham emas. Men dedim-ku, shu videorim bilan shu nima qilib turib qilsa, saq tekshirsa hamma chiqadi. Bu ashiliqqa nima uchun bu shu qaytam oldin qaytam ma'ni chiqarib yetmadigancha Dilshod Rashidning ishiga aralashmayman deb ila qo'ldagi soatni bunda qilib turib Dilshod Rashidning ishiga aralashmayman. O dunyoga qo'rqoqlikdan ishiga aralashmayman deydi. O'zining qo'ngida Allohning bilan poqining birligi bo'lganligi uchun yugishib kirmasin deb ayada debdi. Lekin men Uyg'ur tarjima hakimimizga dedim. Obdan tarjima qiling aka mishalarni. Chatalik Uyg'urcha bilgan hakimimizga obdan tarjima qiling. Sizga rahmat dedim. Endi aşağıdan mana aşağıdan qarindoshlar ash tarjima qilish bir videoning o'zi agar shanba-shanbaga to'g'rilab kelib qolganda men dushanba soqchiga olib borishim kerakdi. Bunday qilsa bir 1000 yevro, 1,5 ming, 20 ming kron bilan bitadigan-da, unda o dokumentlik o film endi anda bir isbotda uni qilish uchun jumla uni har birisini qilish kerak. U yerdagi odamlarning ismi ashuni qilish kerak. Birden pul almadı, çetellik Uygurçunu biladigan şu adam anlaydı ki, köredi ki, ben sizge yardım kılmam, bunun ki qanday işiniz olsa fikam yaqılan dedik. Şu. Öyle Ablat Nur Qarimacım dedimiz degandeki de şu Ablimit Tursun, şu katil şu. Endi men de şu Dilshod Rashidning og'zidan chiqqani bor. Onun degan o Dilshod Rashidningki menga tahdid silib o Ablimit deydigan bo'lsam tappanchisini yegaplam gizitga keladi, vang-vangni qilib ketadi deb Dilshod Rashid 20 soat onu olganchada men telefon deganing esingda bordi, agar esing bo'lmasa kelsang bo'ladi. Ammo seninki hozir bir eng taqshat qayring shu saranglik kinishkanning bo'lib qolganlar sen uchun afzal bo'lib ketib bordi. Xotirjam bo'l, o saranglik kinishkanni ip tashiydiganning yo'li bor. Onun yolunu asta-asta menglishga boshlayotdi. İmza toplab, petition toplab, ya bo'lmasa ilaq tashlagan 10 ming imzoni shu yerga ishlatib turib, Shvetsiyaning Foshakning kassasiga, ya'ni istiroxona idorasi qilib, sening saranglik kinishkanni ip tashlayotgandan keyin uningdan keyin gaplashamiz. Bo'lmasa sen isbotni chiqargan taqdirdami? Sen yüz gözün poxnushkab ya poxniyab yağan sarang bo'lsa, seni men 5 qo'ldek bilaman. Sening nima katibdek tug'adi men, sening nimani qanday o'qiysan, nimani qanday qilasan, qanday yaqama ya. Avval seninki shu saranglik kinishkanni elib etish kerak. Bu yo'lni echish uchun. Uningdan keyin buningga to'lqin aysalami chetilib kirdi. Chunki ben degandim, işte saranglik kinishkisi odamlar bor. Shunda xotinlari chol dokumentlar berganlar bor dedim. Uningdan keyin yana bir gap. Shu asli chiqolmayman degandim. Bu Mehribon Niyozninki bu yerda boshqa gapni qilg'im yo'q. Shu to'y bo'pti. To'y bo'lgan chog'da meningki eng afsuslangan yerim ikki ishqa birisi bir akamiz bo'pti. Dilshod Rashid bilan urushib qon jidal bo'lib ketibdi-ki. 20 yilga yaqin gaplashmagandi. Oldin qaytim Nuriy tilga kelgan chog'da o'sha odamdan endi o'tirdi.
Onundan keyin Nuri aşu onunda oturdu, körüp men hayron qaptiman. Tova. Bularning keyinda bularni akiladigan bir qanday bo'lsin bir kuch bor kerak dedim. Onundan keyin qarasam o to'yga berib bu yerda otasi yo'q qiz ola deb otadochilik qilib ketibdi. Onundan keyin o mehribonda tilab yurgan do'stlari u yerda qo'l to'xtatib pop ketibdi. Men bu hammasini ovozini bir talda olib qo'ydim. Ash kuni asli rasmlar bilan kirishtirib to'y kunlam qo'yib o'taydigan edim. Anda ishni qilmay dedim. Aynı vaqtida Wi-Fi sotingiz olsun, mana men birinchi jo'p borman, andaq-mandaq degan. Shu birdan-bir yarışib olsa, vijdonimni qo'ysa, meni eplamay chaqlaydi-ku. Shuning uchun har qandaqininki shu ovozni qochirib etmaslik degan narsa bek muhim. Qo'ngingizni tutib eqib, yuragingizni tutib eqib, to'liq hammaga telefon uring. Bo'lmasa ovoz qoladi. Chunki ana ashundaq vaqtlarda biz satlishadigan ish chiqadi, haq ovozni qo'yib beramiz-ku. Şununla bugünkü naq maydon müşakkaga bo'ldi. Asli naq maydon degan bir 26 minut yoki 30 minutgacha uzrab ketsa, uni u yog'ini anglaydigan odam jiq chiqmaydi, ammo eng muhim anglaydigani kim o desa, birinchidan Xitoy istixbarotlari Beijingdan 65-rayondan chiqadigan, yana Xitoy Uyg'urcha biladigan, yana qimangda Xitoylar endi so'yib ketibdi endi u yerda o'tirib ko'rish. Ikkinchisi shu Ançantin-pançantinliklar taoz amraq qo'y. Hatta vishinga qachilab meni avatdan qo'y mening shu parlament oldidagi narsalarımni. Nomussiz cho'shqalar. Ondan keyin yana demoqchi o'g'lim yana shu yozilmoqchi bo'lgan kitob yana yozilyapti. Xudoyim buyursa bir kelgusi bir ishlar bo'ldi. Vatanimiz Sharq Turkistondan mustaqillik bo'lganiga cheksiz ishonlar qilganlar. Bu yaman tez surat ketib bordi jumamış Yaponiya taraf, Avstraliya, Hindiston oldirib ketib nafs taqildab ketib bordi bag'o. Azraqli yeri qoldi, salli yeri qoldi. Shuningga xayrindashlar niyatimizdan voz kechmayli. Vatan berayotganlar bo'lsa, Alloh balasini versin. Endi arıplardan tushib ketsin deydi desek, qolgan boshqalar o'tirdi, ular gunohsiz de endi bir ishga maynatin deb arıplardan tushib ketsin deydi desek bo'lmaydi. Allah balasını versin. Muşu irqiy qirg'inchilik müşta bo'layotgan vaqtda Uyg'urning ahu faryodlarga nollarga müşta qilmaganlarniki Allah rak kasali bilan xoliyo qilib turib, qanchalik qiynab turib, Azrail ko'zingga ikki qo'lini tiqib turib, shu mingangni yeb turib jiningni ala munofiqlar. Lekin o'zingninki uxlayotganing qarab baqay, Dolqin Aysa, Rishad Abbas, Umar Qan chiroylaring qarab baqay, lashdek uxlab ketibsa, qeyrib ey. Vijdon degan narsa, u yomon bek nima bo'lib ketdi. Sizlardan bek yiroq yerda tuman ming chaqirim yiroqlikda kelgan narsalar vijdon yo'q. Şu aşında onun diken desmiranlarım kamili. Ben demigen bolsam Nuri Türk'ün ki vazifesinden çıkıp ketken demet Nuri Türk efendim şu vazifeniz müddetten burun çıkıp ketip size. Şu vazifeden çıkıp ketken size. Şu dini işler komiserliğinden iptaş etipti ha siz ne? Oy qandaq bu çıkıp ketip qalgansız. Qalay mıqan imamlan terörist diyorsunuz. Takışıttı hem demokratlarning o'zining maydoni var, palaqchiligimizni bilibdi, Amerika prezident saylamida valaqchaligini chiqarayotganimizni. Qag'iniga ma'bu qinaylik advokatliging seninki, iliq anda qilib etimiz, bunda qilib etimiz degandek, ayliq Makka mushriki axlat qo'tqot deganti. Agar kendi Bilal Ibrohimni bu Nuri Turk bir taraf qilamsa, bu poq, bu advokat emas bu. Bu qanday gap bo'lib ketdi? Bu müşta gap bo'lib ketdi degandek. Müşta bo'lib ketdi ham shu bir poch po'qli bo'lding senda. Men texi murosimni texi Nuri Turkni vazifasidan ayrilish murosimi deb nima degan ismni chiroyli aymaltab taqlab og'zimni ishqib Uyg'ur agentligimi yoqmaydi. O Uyg'ur agentligini indigenous agentligi yo bo'lsa Xitoy agentligi deb o'zgartirtinglar. Sapla ishlarning propaganda qilgan ish bo'lgandan keyin shundaq. Unda olsa qarindoshlar bu nixmaydan uzrab ketib qoldi. Mening yerim kechilik qilishimki nima sabab o'zimning bir azroq bir ishlar bilan
qildigan bir ishim bor, shuning bilan elimkishli bo'lib qoldi. Hozir abiyam 50 ga yaqin odam kiribdiki, hozir 39 ga chiqibdi. Kirgan odamlarga rahmat, ko'rganinglarga rahmat qarindoshlar. Bundan keyin Rifiyadan, Uyg'ur agentligidan haqiqiy xabarlar chiqmasa, xalq ichidan to'liq xametdan haqiqiy xabarlar chiqdi sizlarga. Muajiratda bo'lgan barliq sesiqchiliklar, jasusliklar, kelgusdagi Shvetsiyaning ichidagi kurash ko'sandan tortib hozirgacha bo'lgan kurash ko'sanning sirliq o'limidan tortib, undan keyin shu har bir tashkilotning xo'jayinlarininki xotinlarining qachon bo'lgan, qanday shaklda bo'lgan, Shvetsiyada nima ishlar bo'lgan, atrofimizdagi biladigan ishlardan vaqtida xabarlantiramiz. Qo'llaydiganlar qo'llab qo'yinglar, taqdirganlar taqib qo'yinglar. Andan keyin bo'lsa agishinglar, agishsanglar Facebook'imda sarxil xabarlarni ko'rsizlar. Unda bo'lsa hammanglar omonat. Unda bo'lsa Bakram Tursun seningmi meningcha saqchidan xat kelgan bo'lish mumkin, lekin xapamaysak 26 turlik dillarim yo'q kajimi. Ma'nuf qol. Yalnız ben de seni casus demedim. Sen beni casus deyip, sen mi taqtib, müşahede apçıkör samsaqlar bir nəslərini yezib, apçıkör hakkımızға Şvesiya komitetdi ki. Bununla ya bir çoşuk xotundek petaqdılıb jügəntin. Sen bu saqçıға layıq nəsini çıxırıb ya? Ben bu saqçığa layıq nəsini çıxırıb ya? Dilşat rəşdiyinə bir bax, bəlkəm aşınında bir nəslə bu qoş mümkün bir vaxtda nicat qıdəbdi ki. Nicat Turğun əpəndimge. Ben de bir neçə avazlar var fikrimdə. Aşını əkəsə, boz minalik avazlar bilan birlə düyləşdirib, mən təyyarlıq qılıb berək. Boz aşının işini sən götürüb ala, anın saranlıq gün işkisi sotqunmu, çaqağının olmaydıqına, amma xalq görüb, sən mi saran kənsə deyimisin, yəni məni saranına sotqu çıxamsa deyib. Xudayım qamanat qarindaşlarımsa, aman bolunlar.